O'zbekiston va Malayziya o'rtasidagi agrar sohadagi hamkorlik yangi bosqichga chiqmoqda. Mamlakatimizda bo'lib turgan Malayziya qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi vaziri Datuk Seri Hoji Muhammad bin Sabu boshchiligidagi delegatsiya Toshkent davlat agrar universitetida bo'lib, ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari yuzasidan muzokaralar o'tkazdi. Tashrif doirasida mehmonlarga universitetning ta'lim, ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyati, agrar sohada amalga oshirilayotgan zamonaviy loyihalar haqida batafsil ma'lumot berildi. Muzokaralarda qishloq xo'jaligini raqamlashtirish, agro sohada dron texnologiyalaridan foydalanish hamda sun'iy intellekt asosidagi yechimlarni amaliyotga keng joriy etish masalalari muhokama markazida bo'ldi. Malayziya universitetlari va ilmiy tadqiqot institutlarini bizni O'zbekistondagi oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot institutlari bilan bog'lash, ya'ni hamkorligini yanada rivojlantirish bo'yicha alohida dasturni amalga oshirishni taklif qildi. Shuningdek, Malayziya vaziri boshchiligidagi delegatsiya bizdagi oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlarni ham e'tirof etdi. Xususan, mana bozorlarimizdagi mahsulotlarni ko'pligi hamda narx-navolar barqarorligi bo'yicha olib borilayotgan islohotlarni aholiga yaratilgan eng katta sharoit deb ta'kidladi. Shuningdek, sholichilik yo'nalishida, baliqchilik yo'nalishida Malayziya tomonidan juda katta tajriba borligidan kelib chiqib, biz o'sha Malayziyani sholi navlarini, yangi baliq turlarini, xususan krevetka yetishtirishni texnologiyalarini O'zbekistonga joriy qilishni ham maqsad qildik. Bu bo'yicha katta kelishuvlarga erishdik. Uchrashuv davomida ilmiy tadqiqot ishlari bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirish, professor o'qituvchilar va talabalar almashinuvini yo'lga qo'yish, malaka oshirish dasturlarini tashkil etish hamda ilg'or agrotexnologiyalar yuzasidan tajriba almashish istiqbollari ko'rib chiqildi. Shuningdek, global oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, iqlim o'zgarishlari sharoitida qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va xalqaro hamkorlikni yanada mustahkamlash yuzasidan fikr almashildi. Tashrif davomida delegatsiyamiz universitet vakillari bilan samarali va manfaatli muzokaralar o'tkazdi. Biz Toshkent davlat agrar universiteti hamda Malayziyaning qishloq xo'jaligi tadqiqotlari instituti Mardi o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishni maqsad qilganmiz. Xususan, sholichilik va baliqchilik yo'nalishlarida hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek, iqlim o'zgarishlariga moslashuv va barqarorlik masalalarida tajriba almashish bo'yicha kelishuvlarga erishdik. Kelgusida Malayziya va O'zbekiston o'rtasida olimlar hamda ilmiy tadqiqotchilar almashuvini yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Bu ikki davlat uchun ham katta manfaat keltiradi. Mavjud aloqalarimizni yanada mustahkamlash, ayniqsa savdo-iqtisodiy, ilmiy va ta'lim sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish niyatidamiz. Oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari katta. Mazkur uchrashuv qishloq xo'jaligi sohasida o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish hamda ilmiy va ta'lim yo'nalishlaridagi aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.